Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana obyektimizda ustalarimiz Namangan viloyati Jidigapadan kelishib darvozalar o'rnatishyapti ekan. Shunaqa sizlardan bir qator ma'lumotlar berib ustalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Hop aka, buni materialiga keladigan bo'lsak aka, bu darvozalarning materiali aka, yondorlari 10 ga 10, stenasi 201 qalinlikda bu aka, orqa oldi 1.8 qalinlikda bo'lgan aka, ichlari shumka bo'lgan aka. Tepalari lazer aka, orqa tomoni 1.8 da yopilgan aka. Kraskasi qanaqa bo'ladi? Kraskalari aka, devo kraska bo'ladi, garantiyasi 10 yil aka. Garantiyasi 10 yil. 10 yil. O'chib ketsa, ko'chib ketsa, xizmati bepul kelib, yangi qilib beriladi aka. Zamoklari-chi? Zamoklari zubul zamok aka, toza zamok qo'yiladi. O'rtacha ochilib yopilishlari aka, mana Xudo xolasa chiroyli aka mana. Buni fasoni qanaqa fason bo'ldi aka buni? Yangi taraf fason aka buni fasoni. Skromli fason aka yaxshi. Skromli fason aka. Bunaqa oddiy bachkana emas, oddiy emas, chiroyli fason chiqdi. Chiroyli chiqdi aka. Hamma yo'q qalinda bo'lgan aka. Qo'ldan dard ko'rmasin. Buni kvadrat necha pul bo'lyapti aka endi buni? 1.650 mingdan kelib o'rnasi aka. 1.650 mingdan kelib ustanovka hamma Namangandan kelishib, mana Farg'ona viloyati Rishton tumaniga o'rnatishyapti ukalarimiz. Bunaqa darvozadan hozir 3 ta o'rnatishgan. 6 ta kalitkasi ham bor ekan. Manaqadan 6 ta, har bitta ko'chada bittadan uylarga o'tadigan bittadan yana ichkarida yana bor. Ustalarimiz nomerini yozib qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bunaqa fason, boshqa fasonlarda ham aytgan fasonlarni ustalarimiz yasab berishaveradi zakazga qarashib. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, ustalarimizga aloqaga chiqaverasizlar.